Nigeriya milliy termasi o'shanda qanday jamoa edi? Shunga ozgina to'xtalsak. Bu jamoani dunyo futbol ahli 1994-yilda AQShda o'tgan jahon chempionatida yaxshi eslab qolgandi. Super burgutlar. Nigeriya terma jamoasini shunday deb atashadi. O'shanda guruhda Argentina, Bolgariya va Gretsiya bilan o'ynagan nigeriyaliklar birinchi o'rindan play-offga chiqqandi. Shuning o'zi sensatsiya edi. Ayniqsa, birinchi turda Bolgariya ustidan 3-0 hisobida erishilgan g'alabadan keyin jamoaga jiddiy qarashni boshlashgandi. To'g'ri, o'sha mundialdan sal oldin bahorda Nigeriya milliy termasi Tunisda bo'lib o'tgan Afrika Millatlar Kubogida g'olib chiqqan edi. O'sha tarkib yozda deyarli butunlay jahon chempionatiga yo'l olgandi. Ochig'ini aytish kerak, bu jamoani dunyo futbol ahli, shu jumladan o'zbekistonlik muxlislar aynan mundialdagi ishtirokidan eslab qolgandi. AQSh 94da Amokachi, Yekini, Amuniki, Finidi, Okocha, darvozabon Peter Rufay kabi iqtidorlar Afrika futboli sezilarli o'sish qilgani, 90-yilga Kamerun sensatsiyasi bejizga bo'lmagani, jamoa istagan qit'a vakili bilan tengma-teng kurasha olishini isbotlagandi.